Assalomu alaykum. Biz bugungi darsimizda suyak to'qimasini tuzilishi bilan tanishamiz. Suyak to'qimasi hujayralar va hujayralar aro moddadan iborat bo'ladi. Suyak to'qimasini hujayralariga osteosit, osteoblast va osteoklast hujayralari kiradi. Hujayralar aro moddaga bo'lsa organik va anorganik moddalar kiradi. Endi biz bu rasm orqali suyak to'qimasini umumiy tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Suyak to'qimasi tuzilishiga ko'ra kompakt, ya'ni asosiy va g'ovak qismdan iborat bo'ladi. Kompakt qism tashqi tomondan perioz qavat, ya'ni suyakni tashqi umumiy pardasi bilan qoplangan bo'ladi. Undan keyingi qavat tashqi umumiy plastinka qavat. Endi periozdan suyakni tashqi umumiy plastinkasiga, ya'ni suyakni ichiga Folkman kanallari orqali qon tomirlar va nervlar kirib borib, suyakni oziqlantirishida, nerv bilan innervatsiya qilinishida ishtirok etadi. Endi bu yerda ostionlarni ko'rishimiz mumkin. Ostionlarni asosan suyakni umumiy tuzilishi, ya'ni strukturaviy birligi tashkil qiladi. Ostionlarda, ya'ni Gaver sistemasini hosil qiladi. Endi ostionlarning ichki tomonida biz triadalarni ko'ramiz. Triadalarda arteriya, vena va limfa tomirlari o'tadi. Endi Folkman kanallari orqali suyak to'qimasining ichidan, ya'ni g'ovak moddasini ham qon tomirlari bilan ta'minlaydi. Endi ostionlardan keyingi qavatimiz bizda ichki umumiy plastinka qavati. Ichki umumiy plastinka qavati bilan g'ovak qismini ichki parda, ya'ni endoz pardasi orqali ajralib turadi. Mana bu yerda ham biz kattaroq ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bularning hammasi osteosit hujayralari. Bu yerda bular to'planib ostionni hosil qiladi.